Xullas, bugun sizlar bilan ulitkalar nima uchun boqilishi va nima uchun sotib olishingiz kerakligi haqida gaplashamiz. Asosan ulitkalar 3 sabab bilan boqiladi. Birinchisi, albatta hamma bilgan yuz uchun terapiya qilinadi. Ulitkalar yuz uchun terapiya qilganda nima foydalari borligi haqida gaplashamiz. Yuz uchun terapiya asosan 16 yoshdan boshlanadi. Yuzdagi ugri va ugridan qolgan dog'lar, akne va aknedan qolgan qizarishlarni kamaytirib beradi. Undan tashqari yengil ajinlarni 3-4 haftada, chuqur ajinlarni esa sal sekinroq yo'qotib beradi. Tug'ruqdan qolgan yoki quyoshdan paydo bo'lgan dog'larni ochadi. Faqat muntazam foydalanish kerak. Ulitkalarning yuzga zarari yoki allergiyasi yo'q, lekin birovning yuziga qo'yilgan ulitkalardan o'zingizni yuzingizga qo'yish juda ham xavfli. Ulitkalarning nima uchun boqilishining ikkinchi sababi bu shunchaki hobbi sifatida boqiladi. Men boshida hobbi uchun sotganman. Uchinchi sababi esa bu kichkina biznes qilish uchun boqiladi. Har bir onlayn do'konlarda bo'lganidek, menga ham mashinik klient uchradi va men u klientga aldandim. Xullas 2 hafta oldin bitta qiz yozib qoldilar. Ulitkalar yoqib qolsa, zakaz bermoqchiman deb. Ularga qanaqasi kerakligi haqida hammasini gaplashdik. To'lov oldindanmi? Men har doim qo'limga olganimdan keyin to'lov qilardim dedilar. Ha, bizda to'lov oldindan. Menimcha hozir deyarli hamma joyda to'lov oldindan bo'lsa kerak dedim. Menga farqi yo'q, menga qolsa oldindan to'lov qilardim, lekin meni kartam yo'q. Men Surxondaryoning qishlog'ida turaman. Bizda magazinlarda ham panetlar yo'q. To'lov qilishim uchun shaharga chiqishim kerak. Shahar esa bizdan 1,5 soatlik yo'l. Borib kelgunimcha 20-30 ming so'm pulim ketadi dedilar. Ha, unda men chiqazib bera olmayman, uzr desam, "Voy opa, men aldab ketmayman. Agar xohlasangiz sizga pasportimni ham tashib beraman" dedilar. Men qatdan bilaman sizni pasportingizmi yoki birovnikimi dedim. Xohlasangiz o'zimni videoga olib tashiyman dedilar. Mayli tashlang dedim. Ular video tashadilar. Rostdan ham pasportdagi qiz ekan. Shuncha gapni bitta videoga sig'dira olmasligim aniqda. Davomini 500 laykdan keyin qo'yaman. O'zimizcha endi avgust oyida 10 mingta bo'lamiz deb chorani homil sanab yuribmiz-da. Avgust uyashiga bir hafta qoldi ham. Biz endi mingta bo'ldik, lekin shunisiga ham rahmat. Sababi bu profil ochilganiga endi 2 oy bo'ldi. Shu muddatda mingta podpisчик yig'ilishi ham qiyin albatta. Ba'zilar necha oylab harakat qilib 100-150 ta podpisчиga bo'ladi. Ularni ko'rib xafa bo'lishimni ham yoki o'zimdan faxrlanishimni ham bilmay qolaman. Baribir shu holatda ham umidimizni uzmaymiz. Hali bir hafta vaqtimiz bor. Har ikkita ko'rayotgan odamdan bittasi podpiska bosib qo'ysa ham ancha ko'payib ketadi o'ylab qarasak. Ha, mayli. Boshqa videolarda endi foydali ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Hozircha mingtadan oshdik. Balki podpiska qilib podpiska bosib qo'yarsiz. Va nihoyat sizlar kutgan ona ulitkalarimiz sotuvga chiqdi. Lekin soni juda ham kam. Eng kamida 2 dona sotiladi. Lekin tezroq va ko'proq tuxumlatish xohlasanglar, eng kamida 4 ta olishinglarni maslahat beraman. Videoda ko'rib turgan 6 cm dan 12 cm gacha bo'lgan ona ulitkalarimiz bor. Hammasi tuxumga kirgan ulitkalar. O'zi aslida narxini 65-70 ming qo'ymoqchi edim, lekin holati ideal bo'lmagani uchun toshlarida muammo bo'lgan sababdan 55 ming so'mdan sotiladi. Buyurtma bermoqchi bo'lsanglar, videoga bitta like bosib, kommentariyada plyus qoldiring yoki direktdan yozing. Ulitkalaringizni shunaqa konteynerda boqdingizmi deb yozmanglar. Bu konteynerdan bir hafta oldin ulitkalarni olib tashlab, boshqa konteynerga soldim. Nega konteynerni tozalamaganim sababi esa ko'pchilik maslahat bergan narsani qilib ko'rish uchun edi. Bir haftadan beri ishlarim ko'payib ketib, vaqtim bo'lmaganida. Ular shunaqa 5 litrli baklashkani kesib olib, ichiga eski tortlarni solamiz va ustidan bir qoshiq salat bargi urug'ini sepamiz. Men har ehtimolga qarshi suv ham sepib qo'ydim. Nima deb o'ylaysizlar? Salat bargi o'sib chiqadimi? Nimadir xatolik qilgan bo'lsam, kommentariyada yozib ketinglar. Bu meni birinchi marta salat bargi ekib ko'rishim edi. O'zimcha soat 1da ulitkalarga ovqat bergim kelib qoldi. Albatta bu katta xato, sababini video davomida aytaman. Yana bir marta o'zimcha lifehack qilmoqchi bo'laman. Конечно, ishlamaydi. Voy tavba, ishlab ketdi. Kechqurun video olishi minus tomonlari juda ham ko'p. Masalan, yorug'ligi yetarli bo'lmagan hisobiga kadrlar sifatsiz bo'ladi. Agar kechqurun menga o'xshab hamma uxlayotganda montaj qilib, oзвучка qiladigan bo'lsangiz, bundan ham qiyinroq ish yo'q. Hamma uxlayotgan hisobiga pastroq gapirishingizga to'g'ri keladi. Uxlash kerak bo'lgan vaqtda siz video uchun ideya qidirganingizda, albatta charchagan miyaga bu mag'rur ideyalar keladi. Masalan, hozir ko'rib turgan videongizga o'xshagan. Videoni shu joygacha ko'rgan ekansiz, sizdan-da sabrli inson yo'q. Sizga hali yana ko'p sabr tilayman. Agar qiyin bo'lmasa, bitta podpiska bosib qo'ying. O'rtoqlarimga maqtanib yuraman. Albatta boshqa qiladigan ishim ham yo'q. Bu video sizga yoqmagan bo'lsa ham like bosib qo'ying. Natijada ko'proq odam ko'radi. Balki ularga yoqib qolar. Agar hozir srochno uxlamasam, bundan ham jinchiroq gaplashayotdim yamga. Xullas 2-3 kundan beri aktiv bo'la olmadim. Albatta o'ziga yarasha sabablari bor edi va yana sizlarga zo'r yangiligim bor. Katta ulitkalarim sotuvdagi tugaganda, yana ulitkalarim sotuvga chiqardim. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Skidkani kutmanglar, yaqin orada umuman skidka bo'lmaydi. O'zi avgust oyining yarmini skidka qilib o'tkazdik. Shu bilan endi oktyabr oyida bo'lishi mumkin. Tortlarim ham ancha kamayib qolgan edi. Oxirgi kunlari ko'p mijozlarga yetkazib bera olmay qoldim. Shu sababdan endi ko'p qilib svejiy tortlarni olib keltirib tayyorlab qo'ydim. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Birinchi sort toza tortlar kelgan. Narxi albatta davlat siri emas, 17 ming so'm.